Rahmat. Ustozim chiroyli gapirib bering. Tabriklayman. Qatarga kim bilan ketamiz endi? Yaxshi. Egaligim o'quvchilar o'qishda davom etamiz. Gurzonlar bormi? Tabriklayman qizim, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Eng yaxshi natijalar ko'rsatasiz. Kim bilan keldik? Mamamiz qani? Keling, mamamizni tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Tabriklayman. Shahrizod, bormi aramizda? Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kim bilan keldik? Ustozimizlar, demak bu buni oyingizga berib qo'yasiz, bo'ladimi? Tabriklayman, ustozimga berib, ustozim. U bilan sizni tabriklayman. Bu o'quvchimiz ota-onalari yo'qmi? Demak, endi birinchi o'rin egalari yana shuni aytib ketmoqchiman. Bu masalan o'quvchilar orasida ustozlari yoki ota-onalar turadi. Shuning uchun biza sovg'alarimizni shularga kelganmiz. Shuning uchun akbariy birinchi o'rin egalaridan tabriklayman. Qatarga yo'llanma oldingiz. Bu bilan sizni tabriklayman. Buni chiroyli oyingizga berib qo'yasiz deb umiddaman. Tabriklayman. Hojamatov Asadbek. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Buni oyingizga berib qo'yasiz degan umiddaman. Bu asosiysi e'tirof va Qatar xalqaro olimpiadasi sizni kutadi. Sog' bo'ling. Qani kimlar kelmaysiz? Hamma. Salomat opa keling. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Yurib qo'yib. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keling, bir rasmga tushaylik. Yaxshi. Zohir Shoh bormi aramizda? Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kim bilan keldik? Apangizga chaqiraman. Oyisizni tabriklayman. Bu siz uchun chiroyli tilaklaringizni bildirasiz. Keyingi o'quvchimiz eng faol o'quvchilarimizdan biri Nurmuhammad. Nurmuhammad, birinchi o'rin bilan tabriklayman. Nurmuhammad, tabriklayman. Bu sovg'amiz oyingiz uchun berib qo'yasiz degan umiddaman. Bo'laman. Tabriklar berib qo'yganmiz. Qani oyingiz? Keling oyingiz. Tabriklayman. Chiroyli tilaklaringiz. Xudo xohlasa baland sinflarga yo'llanma oldi yana va yana ovozni. Demak, bu bir ishora. Demak, Qatarga ketasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keling, tabriklayman. Yutuqli o'rinlarimiz bilan. Kim bilan keldik? Ustozi kim? Ular bardavom bo'lsin. Xudo xohlasa kelgusida bundan ham zo'r marralarga ega bo'lamiz. Tabriklar berish nasib etsin. Demak, keyingi o'rinimiz Shohruzbek bormi aramizda? Tabriklayman. Qatarga yo'llanma oldingiz. Bu bilan sizni tabriklayman. Kim bilan keldik? Dadangiz qani? Xudo xohlasa endi Qatarga kim bilan ketamiz? Yaxshi, oyingiz bilan bo'lsa zo'r. Demak, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusi olimpiadamiz Xudo xohlasa 23-yilda qizil tadbirdan tayyor etilmaydi. Keturamiz Qatarga. O'rin egasi Abrorbek ekanlar. Tabriklayman. Kim bilan keldik Abrorbek? Ustozingiz bilan keling. Ustozingiz tabriklayman. Yutuqlari bardavom bo'lsin. Turobek. Demak, hozir bizlar Yutuqli chempionlarimizni aytib o'tishda davom etamiz. Demak, birinchi chempionimiz Turobek. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin.
Oho, молодцы, tabriklayman. O'quvchimiz Deniz. Bor mu aramizda? Tabriklayman. Chempion bo'lganimiz bilan kim bilan keldik? Ustozimiz keling. Tabriklayman. Shu farzandlarimizning ilm darajasi doimiy bo'lsin, Xudoy boshqa yo'llarga hamma joyga borib yurishni nasib etsin. Sağ olun, salomat bo'lin. Demak, keyingi chempion o'quvchimiz Asliddin deymiz. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Bundan ham zo'r natijalarga erishgan vaqtimizda Qatarda tabriklab yurish nasib etsin. Endi Qatarga ketmasak bo'lmaydi o'quvchi. Kim bilan ketmoqchi endi? Kim bilan? Kelmayapmiz. Ben ayıplarınızın nesillerimizden siyah düşünücüne bir malum. Bir mülçi. Keyingi o'quvchimiz Mubinaxon bor mu aramizda? Tabriklayman. Chempion bo'lsin. Kim bilan sizni tabriklayman. Kim bilan keldik? Keling, tabriklayman. Shunday bir-biridan bilimli chempionlar tarbiyalashda davom eting. Yaman sen Mana sen siyadi Qatarga ketding sen qizim. Qizim barqarorlik davlat olaman. Yo'q. Bor mu aramizda? Tabriklayman qizim. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Bilan keldik. Dadangni dadasi keling. Tabriklayman qizimiz chempion bo'ldi. Rahmat. Xudo xohlasa Qatar Xalqaro olimpiadasiga yo'llanma oldilar. Bu bilan sizni tabriklayman. Hurmatli ota-onalar, mamlakatdan o'tib bordik. Endi kelgusi manzilimiz Qatar. Qatarda sizlarni farzandlaringiz bilan ketamiz degan umiddaman. Qatar Xalqaro olimpiadasiga yo'llanma oldingiz. Bu bilan sizni tabriklayman. Keling. Kim bilan keldingiz? Rahmat, hammasi Xudo xolasa bundan ham zo'r natijalarni egallagan vaqtimizda sizlar tabriklab o'tish nasib etsin. Bu sizga chiroyli e'tirofimiz. Tabriklayman yana bir bor. Bundan ham zo'r natijalarni qo'llayotgan vaqtimizda tabriklab turish nasib etsin. Keyingi o'rin egasi Zoyuddin. Tabriklayman. Sizga kubok nasib etdi. Bu bilan sizni tabriklayman. Bundan ham zo'r natijalarga ega bo'lganimizda tabriklab turish nasib etsin. Eng chaqqon zukko o'quvchimizning vazifalari bormi? Keling, tabriklayman. Xudo xolasa bu o'quvchimiz ko'rib turganimizda Qatarga yo'llanmoqchi. Qatarga kim bilan ketamiz endi Zoyuddin? Onda rahmatdan meni bo'ldi. Молодцы. Kubok muborak bo'lsin endi sizga. Tabriklayman. Bo'lsin. Xudo xolasa kelgusida bundan ham zo'r natijaga erishasiz degan umiddaman. 3-o'rinni egallabsiz. Bu bilan sizni tabriklayman. Kim bilan keldik? Yo'lboyev Asadbek. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Bundan ham zo'r natijalarga erishgan vaqtimizda tabriklab turish nasib etsin. Kim bilan keldik? Keling, adasi. Qatarga yo'llanma oldi. Bu bilan sizni tabriklayman. Xudo xohlasa bundan ham zo'r natijalarga ega bo'lgan vaqtda tabriklab turish nasib etsin. Chiroyli o'qituvchilardan ko'rsangiz. Ya Xudoy bergan endi Xudoy bergan jo'shqinlik, yutuqli to'r bilan sizni tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Tabriklayman keyingi oyiga. Rahmat. Omad tilayman. Ishlaringizga bardavom bo'lsin. Xudo xolasa bu o'quvchimizni yanada bilimlarini oshiradi degan umiddaman. Bu endi hali boshlanishi, hali davom etadi. Xudo xohlasa kelgusida bundan ham zo'r natijalarga erishgan vaqtda tabriklab turish nasib etsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kamoljonov Jahongir, siz jismingizga bor mos olagansiz. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Endi Qatar Xalqaro olimpiadasiga yo'llanma oldilar. Tabriklayman. Keling. Qatarga yo'llanma oldilar. Yo'qmi? Tabriklayman. Qatarga kim bilan ketamiz? Siz pasportlaringiz bo'ladimi? Opasi bilan ketadi. Tabriklayman. Bu muvaffaqiyat orqasida baribir onani kuchroq qiladi. Deganda uyda farzandlarga baribir onang bilan bog'liq bo'lsin. Bu bilan sizni tabriklayman. Muvaffaqiyatlar bardavom bo'lsin. Eng zo'r natijalarga ega bo'ldilar. Qatarda shunday natija ko'rsatgan vaqtda tabriklab turish nasib etsin.